Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, jigar yo'shalarim, shu arzon ferganada obunachilarim. Sizlar uchun hozir Abdulvohid akam oldiga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, Center Holders ofislarga kelganmiz. Asosiy o'zlari diller desa ham bo'laveradi. Nima demoqchiman, birinchi marta YouTube'ga olyapman. Kam ko'z bizni xafa bo'lmaysizlar, boshida aytib o'tib ketyapman. Hozir umraga mana noyabr oyi, dekabr oyida narx-navolarini keyin nimalar bor to'liq ma'lumotni Abdulvohid akamdan olamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? aka? Aka, obunachilarimga bu noyabr oyi, dekabr oyidan narxlarni bitta tushuntirib bersangiz deb narxlar. Qarang, narxlardan oldin sizga to'liqroq ma'lumot bilan boshlasak, o'zi qattiq narsalarimiz bor. Hozir yangi auditoriyangiz sizni bilmaydi, chunki aniq ma'lumot berib kelsa, keyin safargida ham qiynalishmaydi telefon qilishganda ham. To'ppa-to'g'ri aka. Xo'p, bizda Namangandan reysimiz bor, Farg'onadan reysimiz bor, Andijondan bor, Toshkentdan bor, Samarqanddan reysimiz bor. 5 ta viloyatdan reysimiz bor, inshaalloh. Undan tashqari bizda Madina Munavvaraga primoy reyslar bor. Makka, Jidda shahriga ham primoy reyslarimiz bor. Madinada 2 mahal issiq taomlarimiz, Makka Mukarramada esa 3 mahal milliy taomlarimiz. Marakali 50 boshlarimiz birgalashib borib, birgalashib kelishadi inshaalloh. Xo'p, undan tashqari qarang, Madinada, Makkada sayohatlarimiz 10 dan oshiq. 10 dan oshiq. Qur'on zavodi, Xurmobog', Uhud tog'i, Arafat, Muzdalifa, Jamarot ketdi. Shundan tashqari qolgan barcha sayohatlar yana. Necha barobar umra qiladi aka? Xo'p, qarang, bir marta biz olib borib umra qildirib qo'yamiz. Ya'ni umra badal qilaman deydiganlarga 50 yoshlarimiz xizmatlari tayyor bo'lishadi. Hali deganim aka, xudo xohlasa bexizolatdan hamma yo'q aka. Xudo xohlasa Centrum Holders kompaniyasi 0014 litsenziyaga ega. Mana shunday litsenziyani qo'yib Centrum Holders kompaniyasini tayyorda gapirib o'tirish hozir bir juda katta muammo. Chunki bu litsenziyani 1 million dollar. Pul nimasi yo'q, bash litsenziya bir dona qog'oz o'zi 1 million dollar. Har bitta reysimizda diniy idoraning o'zidan berilayotgan rasmiy 50 yoshi birga borib birga kelyapti. Bexizolatdan hamma. Bexijolat, xudo xolasa sizni obunachilaringiz ham bizdan ketsa xijolat qilib qo'ymaymiz. Ertaga sizga telefon qilib muammo qilishmaydi. O Centrum Holders kompaniyasi o'zi juda ko'p joylarda shov-shuv bo'lyapti. To'g'ri aka, to'g'ri. O'zingizdan ko'rib turibsiz, hamma ijtimoiy tarmoqda. Chunki Centrum Holders kompaniyasida bu Centrum degani o'zi asli samolyot. 150 dan oshiq samolyoti bor. Bu bitta kelganda bitta bo'lim bu umra sohasi. Shuning uchun masalan bizda Samarqanddan bir oyda 10 ta reysimiz bo'lsa, 11-reysni qo'ymoqchi bo'lsa, bizga qo'yish muammo emasda. Qolgan kompaniyalardan yuksaligimiz shu. Ovqatlarimiz Madinada, Makkada milliy taomlarimiz, Madinada 2 mahal issiq taomlarimiz, hammasi o'z ichida bo'ladi inshaalloh. Endi shu gapingizga gapingizni bo'ldimmi? Qachonga reysimiz bor bu noyabr oyiga aka? Noyabr oyiga inshaalloh har haftasiga 2 ta reyslarimiz bor hamma viloyatda. Har haftasiga 2 tadan reysimiz. 5 ta viloyatda reysimiz bo'lsa, hammasida 2 tadan reysimiz bor. Bemalol murojaat qilsa bo'lishaveradi, to'g'rimi? Siz bilan men berolmayotgan savolni bir-birimizga. Bizda call center bolalar 24 soat ishlab turishadi. 24 soat. 24 soat. O'sha 24 soat ichida bolalar to'liqroq ma'lumot berishadi. Siz bizdan ketmasligingiz mumkin, lekin ma'lumot olsangiz o'zingizga foyda. Dekabr oyi ham mana shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Dekabr oyi ham xuddi shunaqa bo'ladi inshaalloh. Dekabr oyi ham. Bo'ldi aka. Endi birinchi mavzuga qaytdan narx tegmasa qaytdan bo'lsa, yilni oxirigacha bo'lgan narxlarimizni 1100 dollar qo'ydik. Yilni oxirigacha 1100 dollar. 1100 dollar qo'ydik inshaalloh. Haligi mani nomimdan kelsa, masalan, bir nimalarni qo'shib berasizmi aka? Xo'p, oldida turibdi, qarang, o'zi bo'yinbog'imiz. Bo'yinbog'imiz. Ashi bo'yinbog', ashi 250 ming, 300 ming dollar qilsam biz bonus qilib qo'ydik. Bejik qo'shdik, so'mka, kamzir hammasi ichida inshaalloh. Bexijolat. Qo'shib berasiz ularni. Ularni shunday qo'shib beramiz. Undan tashqari ham bonuslar qilib beramiz. Yana bonus, mani nomimdan keladi. Shu Ferganadan xudo xolasa inshaalloh aka, xudo xolasa kelishadi mani nomimdan aka. Chunki yaxshi niyatda olyapmiz-da aka. Men keldim siz oldingizga aka. Chunki obunachilar uchun keldim-da aka. O'shanchalik qo'rqmay so'raganim aka. Siz mana sizni qancha kasb boshlaysiz, men bilan ishlashni o'zingiz bilasiz. Qanday ishlasiz ishlaydi mana ko'p ishlaydi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, naqa ishlaydi. Foyda Abdumalik ham ishlaydi, keyin Ahad akam ishlaydi. Ko'p 5-6 akalar ishlaydi. Ko'rib bilaman men. O'sha xudo xolasa hammalarni yuzdan yoriq qilyapmiz deb o'ylayman. Chunki ijtimoiy tarmoqqa chiqqan onam xalqqa har doim yaxshilikni olib kelaman deydi. Yomon narsani reklama qilay demaydi. Misol maslarda ko'rmaganman, bir qumorda reklama qilganlarini, boshqa qilganlarini ko'rmaganman. Mana o'zim ham to'g'risaki kreditli mashina ham qo'ymayman, boshqa qilmayman aka. O'shanchalik to'g'ri sizni oldiga keldim, chunki kuzatib yurdim-da aka men. O'shanchalik obunachilarga intilib, izlanib keldim siz oldingizga.
Xudo xolasa yana aka to'g'ri yana nima ma'lumotlaringiz bor aka? Xudo xolasa to'liq ma'lumot berdik deb o'ylayman. Kamchiliklarini pastdagi nomerlarga aloqa chiqsa, Tojikistondan bo'lishadimi, Rossiya ota-onam jo'nataman deganlar bor. Pul to'playotganlar bor. Bemalol aloqa qilsa, Telegram, WhatsApplarni ishlab turibdi. To'liqroq ma'lumot. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. O'zan akalar, akamizning nomerlarini pastda qoldirib qo'yamiz. Yana ham to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqib kiraversa, videoga like bosib, mana shu videoda ash qadrdon do'stlaringga tashlab qo'yinglar, keyin hozir ona, hozir otalarimizni tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa inshaalloh nasib qiladi, hammamiz yetib boramiz xudo xolasa. Keyin akamiz yana bir qator ma'lumot qilib chiqarasizlar. Ha bo'lmasa do'stlar, kam ko'sti bo'lsa bir qator boshdan aytib beraman, uzr so'rayapman. Xudo xolasa bundan zo'r videolar qo'yib boramiz Abduvohid akamni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Gap tugatib bersam bo'laveradimi aka? Bemalol inshaalloh. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar. Like bitta bosib qo'yasizlar, keyin podpiskani yozib qo'ysangiz, xudo xolasa yana ham zo'r videolar olib chiqamiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.